Endi nafaqalar yangi tartibda hisoblanadi. Hamma uchun bir xil 100% emas. Bu formula qanday ishlaydi? Nafaqa hisoblash tartibi. Oxirgi 12 oylik ish haqqi olinadi. O'rtacha 25 kunga bo'linadi. Sug'urta staji koeffitsiyentiga ko'paytiriladi va to'lanadigan kunlar soniga ko'paytiriladi. Больничный esa vaqtincha mehnatga layoqatsizlik. Birinchi 5 kuni ish beruvchi tomonidan to'lanadi. 6-kundan boshlab davlat jamg'armasi to'laydi. Sug'urta staji 8 yilgacha bo'lsa 60%, 8 yildan ortiq bo'lganda 80% ni tashkil etadi. Homiladorlik va tug'ish nafaqasi dekret 10 oydan 24 oyga staj bo'lsa 75%, 25 oydan 5 yilgacha bo'lsa 85%, 5 yildan ortiq 100% to'lanadi. Maksimal cheklov hisob-kitobda oylik eng kam ish haqining 10 baravaridan oshmasligi kerak. Masalan, rasmiy oyligi 20-25 million so'm bo'lsa, limitdan ortiq summa hisobga olinmaydi. Yakuniy xulosa shundaki, yangi qoida barchaga aniq va tabaqalashtirilgan tartib, har kim o'z stajiga qarab nafaqa oladi.